Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugungi video obzorimiz 2025-yilda sotuvga chiqqan aqlli chistotli suv nasoslari haqida bo'lib o'tadi. Birinchi nasosimiz EVN U. 3 xil modelda sotuvga chiqqan. Bular EVN U300, EVN U600 va EVN U900 vattlilari sotuvga chiqqan. Demak, EVN U nasosimizni tanishtirishdan boshlaymiz. Ushbu nasosimizning eng katta afzalligi bu doimiy magnitli sinxron motor bilan jihozlanganligidadir. Ushbu turdagi motorlar tez, effektiv, xavfsiz, energa tejamkor, suvga va namga chidamli va hattoki suv tegsa ham kuymaydigan motor turiga kiradi. Energiya tejamkorlik. Ushbu motor oborotlarni suv iste'moliga qarab to'playdi va shunga yarasha quvvat sarflaydi. Bu esa o'z navbatida energiya sarfini kamayishiga ta'sir qiladi. Chastotali boshqaruv tizimi. Aniq nazorat, aniq ma'lumotlar sizning xohishingizga ko'ra qanday suv bosimi o'rnatilsa, shu bosim asosida ishlaydi. Shovqinni kamaytirish tizimi. Yangi sinus to'lqinli shovqinni pasaytirish texnologiyasi bilan suv nasosining ishlash paytida shovqin kamayadi. Bu esa o'z navbatida xonadoningizda sokin hayot kechirishingizni ta'minlaydi. Suv yetishmasligi tufayli avtomatik o'chirish. Foydalanish vaqtida quvur liniyasida suv bo'lmasa, nasos o'zini himoya qilish maqsadida avtomatik ravishda to'xtaydi. Quvur liniyasida suv ta'minoti tiklansa, nasos yana avtomatik ravishda ishga tushadi va ishini davom ettiradi. Muzlab qolishdan himoya. Endi siz sovuq kunlar kirib kelishi bilan nasosimni yechib olib qo'yishim kerak yoki bo'lmasa ishqilib bu qishda ham nasosim muzlab yorilib ketmasa bo'ldi degan xavotirlardan mutlaqo qutulasiz. Ushbu nasosimizda muzlashdan himoya funksiyasi bor. Ushbu funksiya orqali siz nasos korpusi ichidagi suv haroratini belgilab qo'yasiz va qachonki suv harorati shu darajadan tushib ketsa, nasos avtomatik ravishda ishga tushadi va korpus ichidagi suvni isitmaguncha o'chmaydi. Tashqi ko'rinishi. Korpus qismi chugun. Korpus ichi emallangan va suvga o'z xususiyatini o'tkazmaydi. Krыльчаткasi latun. Motor qismi alyumin. Havo ventilyatsiyasi qismi plastmas. Hamda bahaybat katta gidrobachok. Kirish va chiqish turbalari. Kirish qismiga zavodskoy обратный klapan o'rnatilgan. Va nihoyat katta boshqaruv paneli, undagi tugmalar vazifasini esa keyinroq tushuntiraman. Texnik xususiyatlari. Nasosimizning boshqaruv panelidagi tugmalar vazifasi. 4 ta tugma mavjud: plus, minus, o'chirib yoqish tugmasi hamda nastroyka tugmasi. Plus va minus tugmalari suv nasosidagi ma'lum bir tizimda qo'shish, ayirish va sozlash uchun xizmat qiladi. Shuningdek, plus va minus tugmalarini bosib turish orqali siz displeyni qulflab qo'yishingiz yoki qulfdan chiqarishingiz mumkin. Bu doimgidek shtatni o'chirib hamda nasosni yoqish uchun xizmat qiladi. Nasos yondi. Nasos o'chdi. Nastroyka tugmasi ikki xil vazifani bajaradi. Birinchisi sozlash bo'limiga kirish, ikkinchisi esa sozlamalarni saqlash uchun xizmat qiladi. Nasosdagi funksiyalarni tushuntirib o'taman. Birinchi funksiyamiz B.01. Bu boshlang'ich bosimni belgilash. Agar bosim o'rnatilgan ko'rsatkich foizdan tushib ketsa, nasos avtomatik ishga tushadi. Ko'rsatkichni 10% dan 90% gacha qo'yish mumkin. Uning uchun biz nastroyka tugmasini bosamiz. B01 ni tanlaymiz. B01 ga kiramiz. Yana nastroykani bosamiz va shu yerdan ko'rsatkichni ko'rsatishimiz kerak 10 dan 90 gacha. Zavodskoy nastroyka 80 da turibdi. Siz shuni 90 ga yoki 80 dan tushirishingiz mumkin. Misol uchun 70. Shu ko'rsatkichni saqlash uchun nastroyka tugmasini bosamiz, saqlanadi. Saqlandi. Ikkinchi funksiyamiz B.02. Bu motor aylanish yo'nalishini sozlash.
To'g'ri yo'nalish bu soat strelkasi bo'ylab aylanish. Buni motor orqa qismidagi ventilyator qismidan bilishingiz mumkin. Buning uchun motorni o'ngga yoki chapga aylantirishni funksiyasini yoqishimiz uchun nastroykaga kiramiz. B02 funksiyasini tanlaymiz. Yana nastroykani bosamiz va shu yerdan ko'rsatkichni tanlashimiz kerak. 00 bu soat strelkasi bo'ylab aylanish. 001 esa revers, ya'ni teskari tarafga aylantirish. Заводской настройка 00 da turadi. Ya'ni soat strelkasi bo'ylab aylanishda turadi. Saqlashimiz uchun nastroykani bossak, saqlanadi. Bu qanday holatlarda kerak? Misol uchun motor qisilib qolsa, uni o'ngga yoki chapga qilib sozlab olsak, ya'ni regirovka qilib olsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Faqatgina shunday muammoga duch kelsangizgina bu ishni qilishingiz kerak. Agar kerak bo'lmasa, bu funksiyaga tegmaganingiz ma'qul. Keyingi funksiyamiz B03. Quvurlardagi suv o'techki. Agar ishchi bosim o'techki oqibatida o'rnatilgan ko'rsatkichdan tushib ketsa, nasos avtomatik tarzda o'zini o'zi o'chiradi. Sozlash uchun nastroykaga kiramiz. B03 funksiyasini tanlaymiz. Yana nastroykaga bosamiz va shu yerdan ko'rsatkichni ko'rsatish kerak. Misol uchun 0 dan 160 gacha. E'tibor bering, заводской настройка 0.50 da turibdi. Siz shuni ko'tarib 0.60, 65, 70, 75, 80, xullas 1.60 gacha ko'tarishingiz mumkin. Biz esa zavod tavsiya qilgan ko'rsatkichda qoldiramiz. Saqlash uchun nastroykani bosamiz, ko'rsatkich saqlandi. B04 suvsiz ishlashdan himoya funksiyasi 10 dan 180 soniyagacha. Bu nasos suvsiz ishlagan vaqtda necha soniyadan keyin o'zini o'chirish kerakligi haqida ko'rsatkich. Sozlash uchun nastroykaga kiramiz. B04 funksiyasiga kiramiz. Nastroykaga kiramiz va shu yerdan soniyani ko'paytirish yoki kamaytirish mumkin. Заводской настройкasi ko'rib turganingizdek 180 soniyada turibdi. Siz shuni xohlagan soniyangizgacha tushirib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun 150 soniya. Ya'ni nasos suvsiz ishlagan paytda 150 soniyadan keyin o'zini o'chiradi, himoya qilish uchun. Ko'rsatkichni tanlaganingizdan so'ng saqlash uchun nastroyka tugmasini bosasiz va saqlandi. B05 nasosda noma'lum sabablarga ko'ra ishchi bosimda beqaror to'lqinlar aniqlansa, nasosning avtomatik himoya funksiyasini yoqish uchun ushbu ko'rsatkichni o'rnatishingiz mumkin. Ya'ni nasosimizda qandaydir sabablarga ko'ra bosim o'ynasa, ushbu funksiyani yoqish yoki o'chirishingiz mumkin. Buning uchun nastroykaga kiramiz. B05 funksiyasini kirib turib, nastroykaga kiramiz va ko'rsatkichni tanlashimiz kerak. Agar displeyda 00 raqamlar turgan bo'lsa, demak bu ushbu funksiya nasosda yoniq ekanligini anglatadi. Agar 001 turgan bo'lsa, ushbu funksiya o'chiqligini anglatadi. Заводской настройка bo'yicha 00 turadi, ya'ni ushbu funksiya doimo yoniq turishi kerak. Saqlash uchun nastroykani bosamiz. Saqlandi. B06 displeyda o'lchov birligini ko'rsatish. Ya'ni displeyimizda nasos qanday ko'rsatkich bo'ylab ko'rsatib turganini tanlashingiz mumkin. Buning uchun o'lchov birligini tanlash uchun nastroykaga kiramiz. B06 funksiyasiga kirib turib, nastroykani bosamiz. Bu yerda по умолчанию, ya'ni заводской настройка bo'yicha 00 turibdi, ya'ni 00 esa kvadrat santimetr uchun kilogramm kuch o'lchov birligi. 01 ni tanlasangiz, bu gerts, ya'ni displeyda gerts ko'rsatadi. 02 ni tanlasangiz, kilovat quvvat ko'rsatadi. Заводской настройка bo'yicha biz 00 ni qoldiramiz. B07 nasosni kranlarga nisbatan sozlash. Agar nasos o'chmasa yoki uzoq vaqtdan keyin o'chsa, ushbu ko'rsatkichni kamaytiring. Agarda nasos suvni ishlatib turgan vaqtingizda o'chib qolib turgan bo'lsa, unda ko'rsatkichni kamaytiring.
Misol uchun, nastroyka tugmasi bilan nastroykaga kiramiz. B07 bo'limini tanlab kiramiz nastroyka bilan. Bu yerda zavodskoy nastroyka bo'yicha 30 turibdi. Misol uchun bu yerda aytayaptiki, agar nasos ishlatib bo'lganingizdan keyin uzoq vaqtdan keyin o'chib turgan bo'lsa, mana shu 30 ni kamaytiring deyapti. 29, 28, 27. Misol uchun, agarda nasos ishlab turgan vaqtingizda o'chib qolib turgan bo'lsa, shu 30 ni ko'paytiring deyapti. 33, 34, 35. Kerakli ko'rsatmani berganingizdan so'ng nastroyka tugmasi bilan saqlab chiqib ketasiz va tamom. B08 IP parallel nasos sozlamasi. Agarda siz faqat bir dona nasosdan foydalansangiz, 0 ko'rsatkichini belgilang. Agarda siz bir vaqtning o'zida bir necha nasosdan parallel ravishda foydalanaman desangiz, unda 1 yoki 2 ko'rsatkichni belgilang. Bu ko'rsatkichni hozir bu nasosimizda ko'rsatib bera olmayman, sababi bizda ikkita nasos parallel ravishda ulangani yo'q. Kelajakda mabodo siz xonadoningizda shu modeldagi nasosdan ikkita sotib olib parallel ulab ishlataman desangiz, unda sizda bu ko'rsatkich ko'rinadi. Hozir bizda mana B07 bo'limidan keyin to'g'ri B14 bo'limiga sakrab ketyapti. O'rtada B08 ni tashlab ketyapti. Agar siz ikkita nasosdan parallel ravishda ulab ishlataman desangiz, sizda kelajakda bu bo'lim ochiladi. Bizda hozir ulanmaganligi uchun bu bo'limni tashlab ketyapti. B07, B14. B14 muzlashdan himoya funksiyasi. Yuqorida aytganimdek, ushbu nasosimizda muzlashdan himoya tizimi bor. Aynan shu tizimni yoqish uchun quyidagi ko'rsatmalarni bajaring. Nastroykaga kiramiz. Bo'limdan B14 ni tanlaymiz. Nastroyka bilan yana kiramiz va yoqish va o'chirish uchun quyidagi ko'rsatmani bajaring. 00 ko'rsatkichi bu yoniq degani. 01 esa shu funksiyani o'chirish buyrug'i. Biz yoqib qo'yamiz. Saqlashni bosib chiqib ketamiz. B15 muzlashdan himoya tizimida haroratni belgilash. Ushbu funksiya nasos korpusi ichidagi suv harorati siz tanlagan haroratdan tushib ketsa, nasos avtomatik ravishda ishga tushadi va suv hamda korpus muzlab qolishini oldini oladi. Ushbu funksiya ishlashi uchun bundan bitta oldingi B14 buyrug'i yoniq bo'lishi kerak. Demak, haroratni belgilash uchun nastroykaga kiramiz. Bu yerdan B15 ni tanlaymiz. Nastroyka bilan kiramiz. Va ko'rib turibsizki, bu yerda zavodskoy nastroyka -5 turibdi. Siz shuni plus minus yordamida -1 ga yoki o'zingiz xohlagan ko'rsatkichga qo'yib, saqlashni bosib chiqib ketishingiz mumkin. Va nasos ichidagi harorat siz tanlagan ko'rsatkich bilan to'g'ri kelsa yoki undan tushib ketsa, nasos avtomatik ravishda ishga tushadi va hech qanday muzlashlar bo'lmaydi bundan keyin. B16 muzlashdan himoya tizimini o'chirish uchun haroratni belgilash. Nasos muzlashdan himoya tizimi faollash sababli ishga tushirilganda, suv harorati ushbu belgilangan qiymatga yetganda u avtomatik ravishda to'xtaydi. Ya'ni bundan bitta oldingi B15 funksiyasini yoqqanimizda, misol uchun biz haroratni -5 qilib belgiladik. Ya'ni nasos korpusi ichidagi suv -5 dan tushib ketsa, nasos avtomatik tarzda ishga tushadi. Va biz xuddi shuni qachon o'chirilishi uchun haroratni belgilashimiz kerak. Buning uchun nastroykaga kiramiz. B16 funksiyasiga kiramiz nastroyka bilan va haroratni tanlashimiz kerak. Bu yerda zavodskoy nastroyka bo'yicha +30 turibdi. Ya'ni -5 da nasos ishga tushyapti va -5 dan korpus ichidagi suvni +30 gacha olib borguncha nasos ishlab turaveradi. Va +30 ga yetganda nasos avtomatik tarzda o'chadi. +30 ni tanlaganimizdan keyin +30 ni belgilab qo'yganimizdan keyin siz xohish bo'yicha undan kamrog'ini ham belgilab qo'yishingiz mumkin. Belgilab bo'lgandan keyin nastroyka tugmasi orqali saqlab chiqib ketaveramiz. B17 suv keragidan ortiq isib ketishini oldini olish tizimi. Agar suv harorati ushbu siz belgilagan qiymatga yetsa,
nasos himoya uchun to'xtaydi. Himoya tugaganidan so'ng nasos harorati 20 ga tushguncha avtomatik ravishda ishlab turaveradi. Bu nima degani? Ushbu nasosimiz sirkulyatsiya uchun yoki issiq suv uchun ham o'rnatsa bo'ladi degani. Misol uchun ushbu funksiyani haroratini tanlash uchun настройкаga kiramiz. B17 buyrug'ini beramiz va shu yerdan isish darajasini belgilashimiz mumkin. Заводской настройка bo'yicha 75 turibdi. Siz shuni 80 yoki undan da ko'tarib 100 gacha olib chiqib 100 da to'xtagan yoki nasos ichidagi suv 90 ga chiqqanda to'xtagan deb buyruq berib qo'yishingiz mumkin. Ko'rsatkichni belgilagandan keyin настройка tugmasi bilan sozlamani saqlab chiqib ketsangiz bo'ladi. Ushbu modeldagi nasosni xarid qilganingizdan so'ng siz yuqorida aytib o'tganlarimni yaxshilab aniq va ravshan tushunib olishingiz shart. Sababi kerakli funksiyalar kodini bilmasangiz ushbu tizimlar ishga tushmaydi. Ushbu tizimlar, ushbu funksiyalar nasos qo'llanmasida ham ko'rsatib o'tilgan. Buning uchun siz faqatgina ingliz tilini bilishingiz yoki bo'lmasa internet orqali tarjima qilishni bilishingiz kerak. Xususan bu ishni sizning o'rningizga qilib bo'ldim. Siz shunchaki yuqorida aytib o'tganlarimni yaxshilab tushunib olsangiz bas. Shuningdek, ushbu nasosimizda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan bir qator nosozlik kodlari ham mavjud. Ya'ni nasosda ma'lum bir sabablarga ko'ra nosozlik aniqlansa, uskuna bu haqda sizga maxsus kodlar orqali displeyda xabar beradi. Bu qanday kodlar? Endi esa ikkinchi turdagi modelimizni tanishtirishdan boshlaymiz. Modeli EVN MS. 3 xil turda sotuvga chiqqan EVN MS 750, 1500 hamda 2200 vattlilari sotuvga chiqqan. Afzalliklari: bu nasosimiz ham xuddi narigi nasosimiz kabi sinxron magnitli motor bilan jihozlangan, energiya tejamkor, intellektual boshqaruv tizimiga ega, maxsus plata bilan jihozlangan, past shovqinli texnologiyasi bor, suxoy datchigi bor, muzlab qolishdan himoyasi bor, isib ketishdan himoyasi bor. Xullas, narigi nasosda sanab o'tgan barcha afzalliklar bu nasosimizda ham bor. Faqat birgina narsadan tashqari, ushbu nasosimizda Wi-Fi orqali masofadan boshqaruv tizimi bor. Bu haqda esa keyinroq. Tashqi ko'rinishi: korpus qismi, ya'ni suv aylanadigan joyi nержавейка materialidan bo'lgan 3 tali krilchatka. Motor qismi alyumindan, havo chiqish qismi esa plastmas. Gidrobachok. Bosim datchigi mavjud. Kirish hamda suv chiqish qismlari. Va boshqaruv paneli. Nasosdagi tizimlarni tugmalar orqali aktivlashtirish ham xuddi narigi nasosimiz kabi bir xil. Ya'ni bu nasosimizda ham 12 ta maxsus funksiya mavjud. Umumiy nosozliklar va muammolar kodi ham narigi nasosimiz kabi bu ham bir xil. Endi esa bu aqlli nasosimizni Wi-Fi orqali boshqarishni o'rganamiz. Birinchi o'rinda mahsulot qadog'ichidan chiqadigan uskuna yo'riqnomasini olamiz. Yo'riqnomani ochamiz va QR kod aks ettirilgan 9-sahifani oqtaramiz. Endi shu yerdan 2 QR koddan birini tanlashimiz kerak bo'ladi. Agar mobil qurilmangiz Android platformasida ishlaydigan bo'lsa, Android yozuvli QR kodni skaner qilasiz. Agar mobil qurilmangiz iOS, ya'ni iPhone ishlatadigan bo'lsangiz, iOS yozuvli QR kodni skaner qilasiz. QR kod orqali kirilgan joydan ilovani yuklab, telefoningizga o'rnating. Ilovaga kirib, ro'yxatdan o'ting. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng ilovada uskunani ulash yozuvi chiqadi. Endi esa muhim joyi: telefoningiz va nasos bitta Wi-Fi tarmog'ida bo'lishi kerak. Ilovaga telefoningiz ulangan Wi-Fi parolini kiriting. Wi-Fi nomi esa avtomatik tarzda ko'rinadi.
Endi nasos oldiga boramiz va nastroyka tugmasini paneldagi Wi-Fi indikatori yonib signal bermaguncha bosib turamiz. Va tayyor. Endi nasosdan Wi-Fi orqali bemalol masofadan turib boshqarsangiz bo'ladi. Ilova orqali siz nasosni masofadan o'chirib yoqishingiz, bosim darajasini ko'rib turishingiz, suv haroratini ko'rib turishingiz mumkin. Suv tezligini, oqimini ko'rib turishingiz mumkin. Va nasosga boshlang'ich bosimni berishingiz mumkin. Ilovadagi bu belgi nasosga 220 tok kirganligini anglatadi, ya'ni nasos rozetkaga ulanganligini anglatadi. Ikkinchi tugma, ya'ni soat belgisidagi tugma bu nasos ishlayap turganligini bildiradi. Mana misol uchun yoqsak, hozir yonadi. Uchinchi belgi bu nasos suvsiz ishlab turganligini anglatadi, ya'ni suxoy xot ishlab turganligini bildiradi. Lekin bu nasosda o'techka borligini, ya'ni quvur suv liniyasida qayerdadir o'techka borligi haqida xabar beradi. Bu qo'ng'iroqcha belgisi esa nasosda qanaqadir nosozlik bor bo'lsa, shu belgi yonadi. Shuningdek, ilova orqali bochka, yomkist, suv bashnalarini masofadan turib boshqarib to'ldirsangiz bo'ladi. Bu yerdan filling the tank bo'limini yoqib qo'yamiz, kerakli soatni tanlaymiz va tanlagan soatingizdan keyin nasos avtomatik ravishda o'zini o'zi o'chiradi. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu ilovada booster up hamda booster down funksiyalari nasosda qanday vazifani bajarishini bilganlar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Nasos shovqinlik darajasini hozir sinab ko'ramiz. Uy sharoitida nasosimiz suvsiz ishlaydi. Shuni inobatga olasizlar. Ketdi. Nasosimiz qanday past shovqinda ekanligini o'zingiz ishonch hosil qildingiz degan umiddamiz. EVN-U modeldagi nasosimizni shovqinlik darajasini o'lchab ko'ramiz hozir uy sharoitida. Nasosimiz hozir kranlarga, liniyaga ulanmagan, ya'ni suvsiz, suxoy ishlayapti. Ketdi. Ushbu nasosimiz qanday past, sokin, ovozsiz ishlaganiga o'zingiz amin bo'ldingiz. Agar suv bilan ishlasa, ovozi bundan-da kamayadi. Ma'lumot uchun 60 detsibel bu ikki inson o'rtasidagi sokin suhbat shovqinlik darajasi bilan bir xil. Hurmatli kuzatuvchilar, yangi sotuvga chiqqan aqlli chastotli nasoslarimizni qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qildik. Farqlarni o'zingiz ko'rdingiz. Agar texnik xususiyatlardan kelib chiqadigan bo'lsak, EVN-U nasosimiz suv bosimini oshirish kerak bo'lgan barcha joylar uchun tavsiya eta olamiz. EVN-MS nasoslarimizni esa tortib olish xususiyati yo'q bo'lganligi va tayyor suvni bosim qilib bera olishligi tufayli asosan ko'p qavatli uylar uchun tavsiya etamiz. Tanlov o'zingizdan. Videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Gaplashmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Agar aytib o'tganlarimiz sizga foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bizdan uzoqlashmang, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.